ukamni reaksiyasini ko'ramiz. Sizlar malaqa bilan boshida. Oshna. Hammasi yaxshi bo'lingda. Buradan Indiya Dushi tabrigini yetkazdi. Olam bor, assalomu alaykum qadr baland qadrdonlarim, Chapana Power obunachilari, yaxshimisizlar? Joninglar sog'mi? Bugun albatta Mansurbek o'z kanallariga, kanallariga deyman obunachilar, uylariga bostirib kelyapmiz. Nimaga deysizlar? Bugun do'stimizning tug'ilgan kunlari. To'g'ri. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Chapana Power qo'llab turgan Umar, rosa xursand bo'ldim, rosa odam o'tibdi. Joninglar sog'mi? Katta ustoz Anvarjon Oxunovdan. Xullasa biz shunday qildikki, ikkitamiz bir shu ustada endi menga ham usta, senga ham usta Mansurbek o'z atmini shu bugun aytib bo'lmaydigan yoshini nishonlamoqda. Buni ko'pchilik o'sha necha yoshligini aytmadi, shu yoshga kirdi. Shunga biz ikki kishi plan qildik. Inshaalloh xudo xolasa. Plan qilib shunday tushdik. Mana yerda mana o'zi ko'rib. Mana. Okey. Ana obunachilar, endi buni ichiga tug'ilgan kuningiz bilan Mansurbek o'z deb yozdirdik. Va qolaversa bu tomonda salafanda chiroyli o'zlariga o'xshagan oq. Mayli, o'chmang keti qachondir. Insonlar endi ularga oppoqdan olmasangiz yana bo'lmaydi. Sababi yarashadi obunachilar. Xullas endi Mansurbekni uyiga boramiz. Bostirib iloji boricha men syomka qilib turaman. Almash syom qilib nimadir qilib tez yurmasam prank qilmaymizmi? Tez yurmasam bo'lmaydi. Ana haligi mehmon kelibdi desa. Prank qilsani. Yo'q. Mayli, o'zi mashina orqali yuziga berib siz ham mana ayta olmaymiz. Shu orqali tabriklab qo'yamiz. Do'stim Mansurbek, boshla joningiz sog' bo'lsin. Bu xalq ko'rib turganligi uchun bunaqa gaplar emas. Bu dildan chiqadigan, yurakdan chiqadigan gaplar. Biz mana shu holatgacha kelgunimizda seni ko'p hissalaring bor. Alloh rozi bo'lsin. Bolalaring baxtiga sog' bo'l. Bu yoshi ko'pini ko'rgan yaxshi narsalarni biz yoningda bo'laylik. Hamisha yelkadosh bo'lib, inshaalloh xudo xolasa nima narsa bo'lsa birgalikda qilishlik nasib qilsin. Chunki hurmatli obunachilar, bu do'stimiz men shaxsan mana shu mashina minishimga, boshqa narsalarni qilishimga ko'p sababchi bo'lgan. Tur yo'lini ko'rsatgan. Obunachilarga shu videoni yaxshi talqinni ko'rsatib bera oladigan darajalargacha o'rgatgan do'stim bo'ladilar. Endi albatta bugun tavallud kunlar ekan. Shu munosabatdan foydalanib aytamizki, joningiz sog' bo'lsin, bolalaringga sog' bo'l, baxtiga sog' bo'l. Ota-onasini baxtiga ham. Iloyim nima niyating bo'lsa, Alloh niyatingga bekim ko'z qilib yetkazsin va hech kimga aytmaydigan sirlaring bor oshna. Shu sirlaringga ham Alloh yetkazsin, ha. Amin. Xullas shunda biz shu 4 olgan tushdik, videoga tushish xohlamadilar 4 xonadagi. Ozgina oldik, qo'yamiz. Qo'yna olgani kirgan magazinga kirsak ham, aka qo'ying, video olmang dedi. Mayli dedik. Endi xullasa nima demoqchiman? Shu bir xotirada narsada qoladi-da, bir kanalga qo'yib qo'yilsa, yaxshi kunlar, yomon kunlar esda qoladi deyiladi-ku. To'g'ri. Shunga ukam oldiga bosib, qancha eng kerakli narsa esdan chiqdi. Hozir telefon qildi-ku. Bir sinim bor, Aziza Indiya Yaltadan. Yaltadan shunday aytdiki, Aziza Indiya ijtimoiy tarmoqqa chiqmay qo'ygan. Buni ko'pchilik biladi. Abdush salomimni yetkazing dedi. Mansurbek, Aziza Indiyadan ham katta tabrikka men oldim. Men orqali senga yetkazyapman. To'lib ketgan ekan, bir soat gaplashdik. Shu sabab ijtimoiy tarmoqqa chiqishga xo'jayini ruxsat bermagan. Shuni hisobiga aka qo'ymay qo'yavering mana. Shunday yetkazing jivoy, bo'lmasa o'zim ham telefon qilib tabriklayman dedi. Aziza Indiya, sog' bo'ling. Nabiralaringiz baxtiga, bolalaringiz baxtiga. Albatta. Xullasa kuzatishni davom etinglar. Hozir eng qizig'i o'z keladi. Qiziladi. Hozir sal ozgina prank qilib ko'raylik. Yo'q, qilmaymizmi? Ko'ramiz. Vaziyatga qarab. Videoni davomida kuzatinglar. Albatta, oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, hurmatli obunachilar, sizlar biz uchun qadrlisizlar. Usta nonvoy, yomon bo'lsa, yaxshilik sariga yengil o'tib qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'laman obunachilar. Chunki zo'r inson sizlar obunachilar. To'g'risini aytish kerak-da. Betga atgan zahri yo'q deydi. Shuning uchun qadrdonlarim o'tsanglar, har bittanglar biz uchun albatta
juda qadrlaysizlar obunachilar. Uyga kelib bo'ladik. To'satdan bostirib kelyapmiz. Mana eski proyektimizda buni ya. Mana bu arosatdagi oila. Arosatdagi oila. Va alaykum assalom. Mana bu arosatdagi oila. Hamma zo'r bo'lganda finalda bu yerga. Nerganisi? Mana bu Umarxon qori. Qori bo'laniki bu. Qori bolaga qilgan proyektimiz. Farafiro qilib. Yo. Naqma. Mana obunachilar, hozir mana uylariga ham yetib keldik. Pashti. Xullas hech nimadan xabar yo'q. Xabar yo'q. Rostdan sizlarga yolg'on tuyulishi mumkin, lekin haqiqatda hech nima gapirmaganmiz. Bu uylarga kelmaganmiz. Chunki kechaginda billa haliga o'shin qilib o'tirgandik kechaginda. Ana o'shanda menda og'zaki chiroyli dilsizxon qilganman. Lekin mana qilib kelishimizni yetti uxlab tushlarga ham kirmagan obunachilar. Zikrimiz ketdi. Bir kishi keldi. Obunachilar malaqa bilan boshida Çabuk. Başım bilan ulamam. Boş ketdi. Ya. Oşna. Ne oldu özü? Ana onu. Bangla. Set yok koyuna kızım. Set yok. Yok onun çıktı. Hammasi yaxshi bo'ling-da. Nimaga? Buradan poq tararga. Ana bu pikan nima? Namoz o'qitgandim, shom o'qitgandim. Biz biz shu qo'lga videolar ham. Videolar bilan space kelganmiz. Kutilmagan mehmonga bostirib kelish ham o'zi pranklarni qilib, haqi bo'lganlarni qiladi. Hozir hammasi esimdan chiqdi. Mana bu safar. Ama kimlardan deyman bu? Boshdan deyman. Baxtimizga sog' bo'lasizlar. Lekin boya ko'rishuvdi. Endi bu holatda u o'sha plan qilishdi. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Chapana Power'ni ashaddiy obunachilari deydi-ku. Endi albatta Mahmudjonni kuzatib borayotgan obunachilar rahmat, mana shunchalik. Endi vaqtida Musoxonaga ham bir qilganda Chapana Power bu. Chapana Power. Chapana Power. Bu Chapana Power ekan. Ming bor uzr ekan. Chapana Power bo'lsa-da Musoxonaga shuna qildim, xuddi shuni qilib Mahmudjon o'shagan ekan, evlanmabdi. Yo'q, bizniki nimamiz o'xshamagan, aytaymi? Bizni 4 to'ganmiz. Haligi nimaga kichkina qo'yib qo'ygan ekanmiz. Shuni yo'qsa, yo'li bo'lgan. Oburgunchalik bishillab tugab qolsa bo'ladimi? Sochiq pullarcha bishillab tugab qoldi. Mana bu ham sochiq pullarcha. Kimdir bundoq birovda o'di, shuna birovda. Xullasi. Pata olgani keldi emasmi? Ye patani katta istidoman. Yo'q. Mana shuni siljityapti. Yo'q. Bo'lmasiz qilib. Nimalarni ko'tarib kamtargina haqiqatda. Nimalarni ko'tarib yuribsiz? Mana qarang. Mansurbek Uz. Tug'ilgan kuningiz bilan deb yozilgan. Inshaalloh xolasa. Hurmatli obunachilar, hamma kuni mana obunachilar
zo'r bo'pti. Lekin tushirib olmay. Shir sirg'am ketmasa o'zi bu. Zo'r. Mansurbek Uz tug'ilgan kuningiz bilan. Albatta. Respekt. Malek kutilmagan bo'ldi. Yo, endi Bir vaqtlari men kutilmagan qilgandim. Mana ochqo'yashni qalbingizga bu oq. Albatta. O'ta inshaalloh xudo xohlasa. 4 dudingiz o'g'lim mana 4. O'g'illari mana o'g'lim rosa 4 dutgan mana. Bundoq turing mana. Dedi 4 keladimi dedim. Men aytdim keladi o'zi. Olib kelaman o'g'lim dedim. Ha? endi o'zimga bir razmer katta olaverdim. Endi xudo xohlasa tushadi. Ha, xudo xohlasa rahmat. Shunchalik. Sog' bo'lsin. Yo'qlaganingiz uchun rahmat. Bu albatta unutilmas kun bo'ldi. Bugun kutmagandinga oshda. Fisibilloq kutmagandinga. Yo'q. Chunki biz ko'rishdi, xayrlashdik-da. O'shada albatta. Zo'n aka bilan ham mana Mahmudjon bilan ham xayrlashdik, uyga tashladim. Sizlar voy kelishmagan ekansizlar. Ay, yomonsilar. Hurmatli obunachilar, oshdan haqiqatda umuman bilmagandilar. Mana hozir Xullasi yana bitta gap. Azza Indiya. Dushi tabrigini yetkazdi. Alangari salom. Просто men o'zim живой yetkazib qo'yapman. Kerakli o'zi ham aloqada shunaqa pochcha ijtimoiy tarmoqda. Zapret. Shu. Azin Samdor o'tirgan boshda bosvormasin. Aziz Indiya ko'rayotgan bo'lsangiz, rahmat, tanjoyingiz sog' bo'lsin. Biz juda ko'p marotaba mana aloqalashganmiz, juda ko'p marotaba biz kanalimizda esida bor qo'llab-quvvatlab turardi. Endi hozirgi paytda boshqa ishga o'tib ketganligi uchun Aziz Indiya o'zini yo'lini topdi. Biz endi qachonki xudo xolasa bir boramiz u yerga, u kurort degan joy, Yaltada. Mehmonga boramiz-da. Xudo xolasa Yaltaga borib, inshaalloh chiroyli mehmon qilaman degan. Chunki bizni O'zbekistonga kelganda juda ko'p istoriyalar bo'lgan. Istoriyalar qanaqa? Xullas, somsa istoriyasi, semichka istoriya ko'p. Aziz Indiya bilan zerikmaydi. Buni Musaxon aka biladilar. Albatta uni haligi semichka yomon esga tushadi. Xullas Bo'lmasa vaqtingizni olmaylik. Biz ham yurdik. Haqiqatda. Mana bu yerda Osimxon ham ketdi. Iye, Osimxon-ku. Birinchi shogirdlardan bu. Katta shogirdlardan. Rahmat. Assalomu alaykum. Voy, kichkina ochimqon, kichkina ochimqon. Burilgan bo'ling, Osimboy. Молодец. O'zing tuqqanmisan-mi? Do'stim. Xo'sh. Rahmat, shunchalik yo'qlab kelibsiz. Yo'q, biz oromni buzmang. Oromni buzmang oshna. Biz bu o'tirishimiz xotin xalaj bor bizda. Bu o'tirishimiz ertaga davom etadi, hurmatli obunachilar. Bu albatta zo'rlig'i chiqadi. Bo'pti. Ertaga yo ertadan keyin xudo xolasa kuzatasizlar. Albatta. Albatta uni plan qiluvdik-ku. Bu beplandi. Bu beplanda. Bu beplandi. Hurmatli obunachilar, hammaning joyingiz sog' bo'lsin. Rahmat, chapana qo'llab-quvvatlab turing.